Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Shukrullo Jalilovich, omonmisiz? Doktor sizmisiz axir? Ha, men yaxshimisiz? Alhamdulillah, o'zingiz yaxshimisiz? Yangi kun, yangi tonglarni ajoyib tarzda qarshi oldingizmi? Rahmat, menga kiring, rahmat. Rahmat. Sizni bugun Shukrona kuningiz munosabati bilan ayni damda Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Hop. Bugun tavallud ayyomingiz ekan, shunaqami? Ha, to'g'ri. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim xalqimizni xizmatida, el ardog'ida yurishingizga tilakdoshmiz. Rahmat, menga kiring, duodaman. Kim ekan endi shu siz orqali tabriklayotgan? Sizni bir ajib, mehribon va aziz insonlaringiz bor. Aynan Yaqinimga tabrik kanali orqali sizga ajoyib qalb izhorlarini yo'llaganlar. Ularni tilaklarini o'qib eshittirsam va so'ngra ajoyib suhbatimizni davom ettirsak rozimisiz? Mayli, bo'ladi. Siz xuddi radio diktoriga o'xshab gapiryapsiz. Ish qilib biror joyda nima bo'lmayaptimi? Translyatsiya bo'lmayapti. Yo'q, astag'firulloh. Yaqinimga tabrik kanalining boshlovchisi Kamina Niloya bo'laman. Aynan respublika bo'ylab, balki qo'shni respublikalarda ham O'rta Osiyoda bizning kanalimiz o'z faoliyatini yuritadi. Bugun siz hurmatli insonsiz, aslo unaqa yomon xayolga bormay, Shukrona kuningiz bilan sizga tabrik va tilak istaklari qoldirgan, sizni hurmat qilgan mehribon insonlarni tabriklarini o'qib eshittirmoqchiman agar rozi bo'lsangiz. Roziman, rahmat katta. Arziysiz. Juda xursand bo'ldim, kutmagandim. Arziysiz bundan ko'piga. Bugungi tabriklarni debochasi aynan bugun mana shu chiroyli Shukrona kuningiz. Sir bo'lmasa necha yoshga to'ldingiz? 62 ga. Umringiz ziyoda bo'lsin. Ilohim Alloh umr bergan chiroyli umrini ajoyib va ko'tarinki ruhda har bir lahzasidan unumli foydalangan holda o'tkazishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Azizlar. Omon bo'ling, hamisha mana shunday xalqimiz ardog'ida yurishingizga tilakdoshmiz. Chiroyli she'rlarni qabul qilib olasiz. Aynan siz uchun atalgan chiroyli nomalar va chiroyli she'rlar bor. Albatta. Chang bosgan qalbimning tilak sandig'i ochildi eng ezgu niyatlar bilan. Siz uchun yozilsin olam borlig'i xushzabon go'zal tilaklar bilan. Umringiz ziloldek bir tiniq oqsin, go'yo bahra olsin yillar quvonib, eng yaxshi insonlar yo'lingiz boqsin. Sizga umr tilab har kun shodlanib. Shunday chin yashangki, sizdan qolgan iz poyoni tugamas bir tarix bo'lsin. Najot yo'llarida adashgan yulduz siz ila gunohdan bir forig bo'lsin. Yutuqlar yo'lida adashmang zinhor, ko'rib chin shodlanib turaman har dam. Shirin so'z, mehribon, ajoyib sirdosh, yarashga yana ko'p go'zallik har dam. Assalomu alaykum biz uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribon doktorimiz. Sizni chin yurakdan tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Sizning kasbingiz bu inson hayotini saqlab qolish, sog'liqni tiklash, dardlarga malham bo'lishdir. Sizdek mehribon, bilimli va fidokor shifokorlar oramizda borligi biz uchun eng katta baxt va faxrdir. Yaratganning o'zi sizga sihat, salomatlik, bardavom sabr, ko'ngil xotirjamligi va oilaviy baxt va saodat ato etsin. Har doim bemorlar duosiga sazovor bo'ling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, hurmatli Shukrullo Jalilovich. Yana ko'p yillar xalqimizga xizmat qiling, faoliyatingizda yutuqlar bardavom bo'lsin. Hurmat bilan sizni qadrlab qolguvchi Nurmamatovlar oilasi. Rahmat katta, juda xursandman. Azizlar. Ushbu oilaga va barcha bemorlarimga, barcha yaqinlarimga, jumladan shunday chiroyli va ta'sirchan ovoz egasi o'zingizga va barcha eshitayotganlarga men umuman haqiqatdan kutmagandim. Uxlab yotdim, kechroq tabriklashgandi. Shuning uchun hozir endi tong meniki. Albatta, yo'q. Rahmat. Sizni bolangizga minnatdorman, menga kiringlar, duodaman. Hammaga menga nima deydi, yo'llangan tilaklarni
birgalikda ularga ham tilab qolaman. Albatta. Allohim qo'llasin. Uzoq umr ko'raylik, bir-birimizdan ishonch bilan qolmasin. Alohida bu oilaga ham, sizga ham minnatdorchiligimni va barcha meni demak o'sha yaqinlarimga, meni eshitayotganlarga, hammalariga men ham yaxshi tilab qolaman. Allohim qo'llasin. Rahmat sizga. Doktor, sizni borligingizga shukr aytamiz. Siz kabi aziz insonlarni Allohim mana shunday insonlar uchun yaratib qo'ygan. Nurmatovlar oilasining, ya'niki ushbu farzandlarni ayasi Nurunisoxon opa hamda qizlari Gulsanamxon va Mehrinozxonlar sizni bugungi ayyomingiz bilan barcha yaqinlaringiz nomidan qutlamoqdalar. Hamisha elni ardog'ida ularga suyanch va mana shunday shijoat bilan xizmatda bo'lishingizga tilakdoshmiz. Yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari ham bugun sizni chin dildan qutlaydilar. Qolaversa, jonli efirda, jonli qo'ng'iroq bilan siz bilan ajoyib suhbat jarayonini olib borayotgan Kamina boshlovchi Niloya bo'laman. Sizni shaxsan o'zim ham bugungi muborak ayyomingiz bilan chin dildan qutlab qolamiz. Xalqimizning duosini olib, ularni ardog'ida, farzandlaringiz esa jannatlarda boshingizga toj kiydirguvchi ajoyib insonlar bo'lishiga va haj va umra ziyoratlarini yaqinlaringizni qanotingiz ostiga olib ziyorat qilib kelishingizga tilakdoshmiz. Rahmat, rahmat. Ilohim umringiz albatta arziysiz barchasiga. Umringiz ziyoda bo'lsin, hech qachon g'am ko'rmang, ko'zlaringiz namlanmasin. Hayotni shirin tashvishlari bilan charchab qolsangiz ham mayli. Ammo xalqimizni mana shunday sizni suyib, ardoqlab, siz uchun tabrik yo'llayotgan mehribon insonlaringiz ham aynan baxtingizga omon bo'lsinlar. Ilohim sizning yordamingiz ko'magida oyoqqa turib yoki qandaydir siz orqali mana shunday qalblari va nafaqat qalbi, balki umuman hayotda yashashlariga bir sababkor bo'layotgan insonsiz. Sizga uzoq umr tilaymiz. Faqat bugun emas, balki ertaga yil davomida sizni mana shunday ajoyib kayfiyat tark etmasin. Rahmat katta, xursandman e'tiborlar uchun. Dunyoda eng qadrli narsa bu umr. Hamma narsa oz qolganda qadri yetiladi. Ya'ni nima deydi? Kitobdan oxirigacha o'qiyotganingizda oxirgi varaqlarda qiziqqaningizdek, shuning uchun albatta uzoq yashashga harakat qilib, xalqqa, yurtga va mana shu menga tabrik jo'natgan bu oilani hozir tanidim. Ularda ancha demak jiddiy nima deydi? Kasalliklar bor edi va ulardan shunchalik shifo topib menga minnatdorchilik berayotganidan juda xursandman. Sizlarni kollektivlarga va barcha shu menga yo'layotgan bemorlarimga shu uzoq yashaylik, buning uchun harakat qilaylik. Albatta. Bir kun umrimiz qolgan bo'lsa, uni 2 kun, 2 kunda 4 kun, 4 kunda 40 kun, 40 kunda 4 yil qilib Xudo xohlasa hayot uchun, insoniyat uchun, odamzod uchun uzoq yashashga harakat qilish kerak, chunki har bir yashagan kunimiz bu genlarimizni o'zgartiradi va insoniyat uchun demak uzoq umr ko'rish imkoniyatini va yashash sifatini yaxshilaydi. Albatta. Yashash sifatimizni yaxshilashi uchun xizmatdaman doimo xalqimga va yer yuzidagi barcha demak insoniyatga. Xursandman sizdan. Ovozingiz, o'zingiz shunaqa bir yaxshi demak kollektiv borligiga. Rahmat. Men eshitmagan ekanman, men tushunmaganim to'g'risi. Xursand bo'lib ketdim. Rahmat. Albatta, arziysiz bundan ham ko'piga. Bu esa bugungi tabriklarni bebochasi hisoblanadi. Siz uchun qanaqa taronani taqdim etishimizni istaysiz? Qaysi bir xonandani tinglab, maroq olib, qo'shiqlarni sevib tinglaysiz? Sizga men shu Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini yaxshi ko'raman, chunki o'zi ko'targan buyuk insonlardan, o'ziga xos fikrlidir, ko'p narsalarga o'ziga xos to'g'ri, mantiqiy, yerda xalqda yuzini nimasini o'ylab va biologik jihatdan to'g'ri fikrlaydi. Chunki populistik fikrlar qilmasdan, shuning uchun Yulduz Usmonova qanaqa qo'shiq bo'lsa ham eshitaman. Rahmat sizga. Albatta, arziysiz. Siz uchun, sizni so'zlaringiz biz uchun bugun qonun va ushbu kunning qahramonisiz. Bugun hali bugun kun va butun tun sizni ixtiyoringizda. Uni har bir lahzasini ajoyib kutib oling va mana shunday erta tongdan sizni iliqlik, xushnud kayfiyat
qamrab olgan bo'lsam, ushbu kayfiyat kun davomida hamroh bo'ladi, bilsangiz. Shuning uchun bugungi kuningizdan ajoyib tarzda foydalanib qoling. Bu tabrikni aynan sizga Nuriniso opa tomonidan taqdim etadi. Biz tayyor bo'lgach, aynan ushbu insonga tabrigingizni tayyor holda uzatamiz va siz uni tinglab, Xudo xohlasa maza qilib maroq olasiz. Chunki sizni qadrlagan insonlar borligi o'zi buni bilish baxtdir. Hayotning har bir lahzasi siz uchun qadrli ekanini bilamiz va sizni qadrlagan insonlar baxtiga ham sog'lom yurishga majbursiz endi. Albatta. Albatta. Omon bo'lasiz. Doktor, siz bilan tanishganimdan bag'oyatda mamnunman. Yana bir bor eslatib o'taman. Bugun 2025-yil 6-may sanasida tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga ayyomingiz muborak bo'lsin deb qolamiz va bizning ilk qahramonimiz aziz doktorimizga yana bir bor ayyomingiz qutlug' bo'lsin deb qolamiz. Rahmat katta, rahmat. Xo'p, omon bo'lasiz, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p, Alloh qo'yarsa, rahmat. Ilohim, omin aytganingiz kelsin, sog' bo'lasiz. Xo'p, rahmat. Rahmat. Yaqinimga tabriklar kanali o'z qo'ng'iroqlarini va ajoyib xonadonlarga ajoyib kayfiyat bilan kirib borishda davom etar ekan, biz nima deymiz? Alloh umringizni ziyoda qilsin deymiz. Siz barchaga keraksiz. Sizni qadrlagan insonlar uchun ham ajoyib, sog'lom va mana shunday tetik yurishga majbursiz. Doktor, sizni qadrlagan insonlar baxtiga omon bo'ling. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Jamila Niloya bo'ldi. Unutmang, sizlar barchangiz biz uchun qadrli va azizsiz.